Bu Qozog'istonda Qarnoq qishlog'i. Şöyle tug'ilib o'sganman. Hozir ham uyim bu yerdan 100. Bu arq bo'yidan 150 metrcha narida. Pastroqda lekin bizning uyimiz. Mana подписчиклар ko'p iltimos qilishadi. Shulardan biri mana nafas haqida ko'pchilik o'ylaydi. Bu nafas bilan faqat bronxial astma, bronxit shular davolanadi deb. Nafas bilan hamma kasallik davolanadi. Mana odamda yurak og'rib, davleni oshib, jigari og'rib, ko'p kasalliklar bilan har xil doktorlar davolanib yuribdi-ku. Albatta bu aqlsizlik. Kasallik ko'p bo'lgan paytda bitta organ davolanadi. Bu organlardan eng asosiysi o'pka. Nima deganda o'pka davolaydigan shifobaxsh havoni tashqaridan olib kirib, qonga singdirib butun tanaga tarqatish imkoniyatiga ega. Bu endi juda ham uzoq gap. Mana mendan so'rashyapti, mana qanaqa qilib chuqur nafas olay, menga o'rgating deb bir qancha odamlar telefon ham qiladi, aytadi, nima qiladi ham. Chuqur nafas olish mumkin emas. Mana bizda eski paytda hozir ham doktorlar aytadi, mana chuqur nafas ol deb. Bu nima uchun mumkin emas? Nima deganda odamlarning asosiy qismi mana qanday davleniyasi ochgan, jigari og'riq, yurak og'riq, ya boshida og'riq, nima bo'lsa ham ular hammasi ko'p bilan 50% o'pkaning qismidan foydalanadi-da. Bu qanaqa bilinadi? Bu ko'p mana shu chuqur nafas olishidan. Tez nafas olishida. Keyin tanasida albatta qandaydir bir kasalliklar bo'lishi bilinadi. Bu chuqur nafas olishgan paytda odam zo'rlab mana shu o'z shunaqasiga ham 50% ishlatyapti. Yana shu ishlayotgan joyga deb zo'rlab yana o'sha yerga ko'p nagruska qiladi. Shuning uchun bor chuqur nafas bor. Keyin yoganing to'liq nafas bor. Ikkalasining farqi juda ham katta. To'liq nafas deganda biz mana kasallarga mana astmami, boshqami o'pkani to'liq havo bilan to'ldirishni o'rgatamiz. Mana kechagina Toshkentda ham tugatdi bir qancha odamlar, mana hozir bizda Turkistonda ham tugatdi. Qarang, 30 yildan buyon kasal, mana kechagina tugatgan odam. Bronxial astma deb davolashgan. Lekin bu bo'g'ilganning hammasi ham astma bo'lmaydi. 90% nimada mana shu bo'g'ilganlar to'g'ri doktorlarga borsa, ular shunaqa o'qitilgan, zapning meditsinasi bilan o'qitilgan, ular sizga astma deb qo'yadi. Chunki boshqachasiga bilmaydi-da, tushunmaydi. Aslida mana shu kecha 30 yil, mana Toshkentdagi ayollar mana yaqinda tugatgan, mana og'irroq ahvolda 6 yil uxlamagan axir odam. Bu kishi 30 yildan buyon nafas olmaydi yaxshilab. Men borganda 10 metr ham yura olmasdi. Mana xolaslar hammasiga telefonni ular bermasa ham men har holda ular bilan sizni bog'lab berishim mumkin, kim ishonmasa. Nima qilindi? Mana unga to'liq nafas o'rgatildi. U odamlar asosan ko'kroq qilib mana ko'tarib nafas oldik-ku. Nafasni biz to'liq qildik. 2-3 kun ichida pristup qaytadi. Buni hamma vaqtda nima isbotlab berish mumkin. Faqat mana bu yerda o'pka mana shu ko'kroq qafasini ko'tarib bergacha kelyapti. Biz qorin orqali o'pkaning pastga yuqoriga ketishni o'rgatamiz. Bu juda ham uzoq gap. 2-3 kunda, bu hamma vaqt. Mana odamlarga ham qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin, mana nima qilganlarga, davolanganlarga. Bu sekin bu bitta mana shu to'liq nafasni ba'zi odamlar 3 oyda o'rganadi. Lekin birinchi qadamlarda 2-3 kunda sal chala yarim o'rganganning o'zida davleniya ham tushirishga bo'ladi. Shu mashqlar bilan mana har xil nafas qilish prinsiplarni ham qaytarishga bo'ladi. Shuning uchun mana kommentariy yozgan paytda manaqa dori qanaqa ta'sir qiladi, mana bu bunga ham degan savollarni menga bermanglar, chunki unga javob bera olmayman. Lekin masalan aniq qattiq qiynalib nima qilgan qaysi kasallikdan bo'lsa ham agar bironta maslahat bersa, ularga men mana internetda ham mana hozir Qrimdan ham qancha oldin ishlaganman-ku. Nima savol berib, sekin u kelasin deb so'rashyapti. Balki umuman qayerdan bir talqov savol bersa, men albatta javob beraman. Lekin mayda-chuyda bunaqa nimalarga har holda 5000 ga yaqin podpischik bo'lib ketyapti. Uni qancha telefon doim qo'yapman internetga. Shuning hammasiga men to'liq javob berish imkoniyatim yo'q faqat. Mayli, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Hammasi o'z qo'lingizda. Kasalman desangiz kasalsiz,
Sog'man desangiz sog'siz.